Leksiyimizi davamlaştırımız vatandaşım. Yukarı leksiyana devamı vatandaş. Senatör Geraham mundaq sual koydu. Çünkü Kompartiyasının jıqımlıq bir öz doğrusudur. Dünyanı hata yeteklikenligi işinimen. Men işinimen dep cevap verdi Devlet İşler Katibi Antony Blinken. Sual ikinci mi? Çünkü Kompartiyasının jıqımlıq bir öz doğrusu dünyanı hata yeteklikenligi işinemsen. Geraham, Senatör Geraham'ın suali. Men işinimen dep cevap verdi Devlet İşler Katibi Antony Blinken. Eğer bedel töleşke doğru kelse, çünkü qandaq bedel töleşi mümkün. Çünkü jıqımlıq virus meselesi oynayan rolü doğrusu toxtalğanda, senin bilginin de gazer tekşilli vatıdır. Biz elbette neticini görüşünü halayımız. Lekin bazı işlerden biz allaqaçan haberdar bulduk. Dep cevap verdi Devlet İşler Katibi Antony Blinken. Devlet İşler Katibi Antony Blinken halkara hamkarlaşıp Beijing'e ortak besim işletimiz dep görsetti. Blinken guahlık bir iş yığınıdı yeni vazifeden ayrılgan sabık Devlet İşler Katibi Mike Pompeo'nun Cungo meselesi doğrusu nurgun meselelerde tutkan meydanına doğru ve orulluk dedi. Lekin Devlet İşler Katibi Blinken mındaq görsetti. Yakın mındaq ta'kidledi. Men başka demokratik devletler bilen hamkarlaşıp Beijing'e ortak besim işletişini ta'kidlayman. Yaqında Kengash Palatası Tashqi Munosabatlar Komiteti rais bo'lib saylanadigan Senator Bob Menendez guvohlik berish yig'inida Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga mundaq savol qo'ydi. Jungoga kelgusida qandaq siyosat bilan taqobil tursalar? Devlet İşler Katibi Antony Blinken tafsili mundaq tasvirladi. O mundaq hesapladı. Çünkü Amerikaga her qandaq devlet kiseliştirganda texmi zor xiris paydo qildi. Bu xil qarshilashish munosabatlari antagonistik ziddiyatla xarakterini elibla qolmasdan o'xshashla raqobatlashish xarakteriga ega. Men bundaq hesaplayman deb başladı sözünü Devlet İşler Katibi Antony Blinken. Çünkü bilen qandaq munosabat qilishimiz kerak deb o'ylaydigan chig'imizda biz haqiqiy kuch maydonimizni bildirib, hargiz ojiz maydonimizda turib emas, balki junguga kuch bilan muomala qilishimiz kerak. Bu noktada yangi devletler işledi, yangi Devlet İşler Katibining meydani chiqqan qaranglar bunda. Herkes aciz meydanda durup emas, belki junguga kuch bilan muomala qilishimiz kerak. Mana siyaset agar davomlashida qolsa bo'lsa, vaqt siyaset bo'ldi vatandaşı. Junguga faqat mushlik kerak, boshqa gap so'z oqmaydi. Deb ko'rsatdi Devlet İşler Katibi Antony Blinken. Xo'sh xabar shuki, dedi Devlet İşler Katibi Blinken. Bu nuqtani o'rinlash zo'r jihatdan aytganda bizning olqinimizda turibdi. Nima deydi boshda? Junguga kuch bilan muomala qilish kerak. Balki bu nuqtani o'rinlash hozir bizning olqinimizda turibdi. Rahmat Devlet İşler Katibi Antony Blinken. Kuchimizni oshirish uchun biz ittifoqdoshlar bilan hamkorlashamiz. Bu biz jungo bilan aloqa munosabatda bo'lganda kuchimizning kelish manbidir. Kuchimizni oshirish biz xalqaro organlarga rahbarlik qilishimiz lozim. Xalqaro organlardan chekinib, o'rni jungoga o'tkazib bermasligimiz lozim.
Ameliy koç meselesiga kelsak, sözünü davamlaştırdı Devlet İşler katibi Antony Blinken. Biz qimmat qarashlarimiz uchun ko'krak kerib, o'ttirg'i chiqishimiz lozim. Antony Blinken to'g'ridan-to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Bir necha 10 yillardan beri Jungoda iqtisod erkinlik bo'lsa, siyosiy erkinlik bo'ladi deb hisoblab keldik. Natija yo'q bo'lib chiqdi. Mana selektoringizmi, avvalgi hukumat bilan hozirgi hukumat deyotgan gapning bir yerdan chiqayotganligiga diqqat qilingizmi, hurmatli vatandoshim. Ya'ni bir takrorlab beraymi? Antony Blinken Devlet İşler katibi to'g'ridan-to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Bir necha 10 yillardan beri Jungoda iqtisod erkinlik bo'lsa, siyosiy erkinlik bo'ladi deb hisoblab keldik. Natija yo'q bo'lib chiqdi. Jungo bu yillarda o'zining g'arizini yoshirib keldi. Fursat yetib kelganda Jungo tashqari dunyoda o'zining manfaatini qo'g'didi. Jungoning ichki ishlarga boshqalarning diqqat qilishiga hargiz yo'l qo'ymadi. Devlet İşler katibi Blinken mundaq dedi. Xi Jinping rahbar bo'lib saylangandan beri xuduksirab turadigan Jungo allaqachon yo'qoldi. Ular o'ziga ishongan holda shundoq ko'rsatdiki, ular dunyoning yoki dunyoga rahbarlik qilmoqchi bo'layotdi. Kechiringlar. Ular dunyoga rahbarlik qilmoqchi bo'layotdi. Dunyoga o'lcham belgilab beradigan davlat bo'lmoqchi bo'layotdi. O'zining davlat boshqarish andiza shakllarini eksport qilib, boshqa davlatlarning buningga agishib, mengishini umid qilyotdi. Davomini anglashlar, hurmatli vatandosh.